Ha deb kaptarim ketdi, u bo'ldi, bu bo'ldi demasdan ikkita o'rgangan kaptarim bor, ularni ham ko'rsatib turay, mana qilib o'ynaveradi, tars etib o'tdi birovni shapaloq solgandek qilib. Videoga eshitilganmi, eshitilmagan bilmadim. Shunlar moda bo'lsa olamiz, takla bo'lsa kerak bu. Mana shu to'g'ri ekan, havoz estaga kelganda bitta pasay ekan, bitta tasa o'ynab tepaga qarab ketar ekan, tepalab ketib qolar ekan, yana tushar ekan. Teddiyim bor, miltillab yuruvdi, telefonni kuchi yetmadi to'g'ri olgani. Telefonim yong'oq chaqadigan telefon edi. Endi bitta 17 ovoz ekan ko'rinib qolar balki tepada. Ammo mana shunaqa uchadigan kaptardan bir 10 ta qilib olsam yetar ekan menga. Oshiq ekan. 2 soat uchyapti mana shu takla hozirgi kunda. Mana shunaqa mana pasayib turib, mana tepalab turib, mana bitta kelar ekanda shapaloq urar ekan tarsillatib. Tushib oldi, bo'lmasa yana o'ynab ketaverar ekan. Bitta harakat qilib ko'rdi, yong'oq chaqadiganga. Ulgurmadi to'g'risi. Ko'z olmadi telefonimni.